Raşla toplulukla yakıştırdın ama Uygurların arası bazılarımızın arasında acayip adamlı vacıma. Ettiğim bir boncu gep anlattıkken ben kallamdan idimde fakat ötmeydim. Bizdeki Uygur'daki nimdigen bir tarmır milletçilik bu deyme. Ben milletten davasını kılımen dep çıkıvakan yukarıdakilerin kallıstaki bu tar milletçilikini oylasam fakat aklımda ötmeydi de. Vatanidagi o'zining tarixdan buyon birga jang qilgan atrofidagi qo'shni qo'limlarini chetga qilib chiqib berib Yevropada o'zining davosini qildigan boshqa millatdan nima deb shafaat tilab qanday gap bu qanday mantiqa bu faqat idiyimda o'tmaydi shu qiliqlari biz atrofimizdagi millatlarning beshiga kelganini biz bilmaymiz uningga bizda atrofimizdagi qozoq qirg'iz mo'ng'ul shvet tatar millatning beshiga kelganlarni biz qiziqib bakmadık da ularga nima shu bo'lganini izdanmadik vatandagi vaqtimizda shunda chet elda shunda o'zimiz bilanla o'zimizning tuqqanlari o'zimizning biz tuqqanlari qo'shnilarimizning bir shekilga kelgan surishtirib bilalaymiz ularnikini bilmaymiz qanday bilamiz ularniki ama bir shekilga kelayotgan zulm bizninkidek o'xshash farq qilmaydi. En qisqasi biz bilan qo'shnima Tibetning beshiga kelganini 2010 yillar bilmaydigan bo'lsak, ashada 120 necha lama o'zini ko'ydirib o'tgan. Xitoy hokimiyatiga qarshi. Nima uchun o'zini ko'ydirib o'tdi? Mushu tegini sababini bilmaydigan nurg'adan bo'lma dunyoga qurildi o'zini men da'vo lider deb yurgan adashlarning birisi bilmaydi. 2012 mushu nima Xaynanda Xitoyning Xaynanda Sanyani bilasizlar, o'shada bir millat bor, o'zini men Malay deydi. Biz musulmon to'q deydi. Ammo musulmondoshlik bilmay unutib ketgan. Ashla bayani Xitoylar, mush Indoneziyadan, Filippinning Mindano. Oylab bakaylı qarindaşlar, bu Salih özü çıkargan bu Uygur kanunu yani özü Amerika hökuməti ilə sözləşib özü besilib qalğan bu Uygur kanunun oturğu çıxırıb qıyğan olsa bu nima deb Uygur kanununu özgərtimiz deydi. Bu qanda məntiqi bu. Moşunu mu oylamay bu şərəfsizlər şu yerdən qusur tepib yani onun qoymuslar bulmadı mı imzanı atmışlar bunu bizden məcburlamagan ekan. Özünün şərəfsizligini təxim aşkarlab müşahede bir rəsva olamı demey moşundaq işlarını qılıvadıdı. Bu Salih Xudaya bu Uygur kanununu Amerikaga şu neç yıl beslip qalsa şunu oturğu tatip eçqib sözləşib özü qıldığan olsa bu Uygur kanununu ilan qıldığan olsa. Əmdi hazırki başqısda Uygur kanununu ama devlet kanunu kötürüş diyenini məqsəd qılıb yazğan söz olsa bu. Bunu qanda olub Salih öz çıxarğaşını öz qılır. Bu Uygur kanunu 10 yıl beslip qalğan kanununu bu yerdə Amerika hökumətiga qaytadan ilan qıldırış jarayonidagi nurg'un jarayonlar var bu yerda. Salih Xudaya nurg'un necha yil namoyish qildi, necha yil biz Sharq Turkiston Xitoy tarafidan besivlangan zimin degan xatlar nurg'un qatim yo'lladi, hukumat arboblari so'zlashdi, namoyishlarda to'g'ladi. Mushundaq qilish orqali oxiri shu ishni ochib kirib shu Uyg'ur qonunini beslib qolgan qonunni tepib chiqib e'lon qilg'izdi. Ve şu Uygur kanununu ilan qıldığı vaqtida şu yerdə nurg'un talash tortishlar bo'lgan. Şu hükümet erbaplar bunu Sharq Turkiston kanunu desek bo'lmaydi deb, bunu Şinjan kanunu deymiz deb, Salih yo'q unda desangiz bo'lmaydi deb, jiq talash tortishdan keyin Sharq Turkiston kanunu deyishni degizib olamay Uygur o'ttirdi şu Uygur kanunu degan gapni deb Uygur kanunu deyli deb atab mushunda deyilgan so'z ekan bu. Qag'iniga Salih Xudaya o'zi javob berib tushunch berdi sizlarga. Shu vaqt hamda shunda deb qipti ekan. Endi men Sharq Turkiston degan bir davlatning davosini qilayotgandan keyin bu qonunni Sharq Turkiston qonuni darajasiga ko'tarish degan bir ma'noda deyilgan gapni bular mushunda sharafsizlarcha to'lg'ab nurg'un xalqni fasodga solib etdi. Buni xalq farq etib oladi, bilib oladi. Uygur xalqimizning ko'zi ochildi, qaysi siyosatchi qaysi naqshini to'ladi, buni farq etishlik bor. Selam Nebican. Eğer tema çimenlik bo'lgan bo'lsa, hakikaten ishak bilan nimadak arslandek tartishmagan yaxshi, lekin hozirgi mesela joyillik o'g'achgan. Onun gibi joyilliklar vatanning istiqboli,
Şarkı Türkistan'dan kelgisi karar verdiği muşuna işlerde oturlukni liyitip kalaymakan kılalaydıgan potansiyal ego gaşka bular bilen tartışımız biraz mücadilimiz okumaydı. Bularla köreşkimiz okumaydı. Cahillik ile köreş kılmasak, ertügün biz halkımızdan tarihten beri devam kaygan bu kar kısmeti hiç kadar özgürlüş olmaydı. Şunlaşka bu cahillikler bilen meyli kaplan nimede hüküm kıysın, aslan nim bolsun, işek nim bolsun demey. Bular bilen şu ufşırağa yerde şu ağzını tuncuk durup gepini ağzına tıkıp şular bilen baş kötəməyə kılıp köreş kılmasak milletimizin hazırki müşkün kilişide şu cahillarının, qara qosaqlarının ağan kararları muşunun sebep bolğan. Manadan menin ağan nimem şu hemde tesirim. Rahmet Erkin efendim, rahmet. Bazı vaqtida sabır qilmaydi ekanmiz, ba'zi gaplarni anglab. Bu yerda bir xalqdan yoshirilayotgan bir narsa bor o'xshaydi, meningcha, mening gumonim hamda. Xalqdan yoshirib qolgan, deyilmayotgan bir gap bor-da, bu yerda bir-biriga muxolifat bo'layotgan insonlar bo'lyotdi o'tirda. Ammo hech birisi gapni ochiq demasdan, xalqni o'tirga solib qo'yib, o'zlari jim turyotdi ki, bu yerda yoshirilgan bir narsa bor-da. Masalan, Sharq Turkiston surgun hukumatining mushchaqqichi mushundaq xalqning eg'iziga seg'iz olib ketkichi bo'lgan orliqda nima ish qilyotdi ma insonlar deb bir g'iz inkas bildirmagan insonlar bugungi kunlikda sizlarni jazolash kerak, Sharq Turkiston nomini kirlatding, surgun hukumat nomini kirlatding deb surgun hukumatning 30 yilning qurilganidan tortib hozirgacha tashlab, ostirtdan o'qitib, ostirtdan yo'q qilish uchun tirishayotgan Kanadadagi cho'ng siyosatchi Mehmet To'xta efendim bugungi kunlikka kelgan vaqtida surgun hukumatning muxolifat qilishi natijasida sizlar surgun hukumatning nomini kirlatdinglar, xalq hisob bersizlar, kun keladi sizlardan hisob berish kerak degandek manda 360 daraja jumlaqqa aylanib matarafga o'tdi. Bu yerda bir o'ziga tushunmay qolgan bir narsa bor-da. 20 yilning Sharq Turkiston surgun hukumatining paypoq qilgan insonlarga eg'zini ichib bir qiz gap qilmay ostirtdan mishlarni qo'llab, mishlarni o'tirib chiqarayotgan odamlar bugungi kunlikda nima uchun bu surgun hukumatiga jazo bergangiz keldi? Nima uchun bularni ismni kirlatdingiz, ismni yaxshi bo'lmagan yerda ishlatdingiz deb bulardan hisob so'rash tuyg'usiga keldingiz? Turklar günaydın deydi-ku. Günaydın. Xayrlik etdigan. Good morning Mehmet To'xta efendim, good morning. Emde uygandınızmı? Sizni emde uygattımı? Nima uygattı sizni? Sizni uyg'onishga sebep bo'lgan narsa nima? Mushuni dadillik bilan e'tirof qilib xalqning oldida deya olamsiz. Sizni shunchada cho'chitib etgan narsa nima? Sizlarning xalqdan saqlayotgan sirringlar nima? Nima uchun cho'chib ketib surgun hukumatga bunchalik qarshi chiqib, ostirtdan butun O'rta Osiyo xalqini keyinlarga tatib turib, mushlarni so'ziltish orqali mushlarning qarshi chiqish orqali xalqning inkosini ta'tir tashviq qilib turib, bular qo'ral qilib ishiltish orqali bular qarshi chiqishinglarning sababi nima? Demak, sizlarning bir tutilg'inlar bor bir yerda, endi bu gap sizlarning qulig'inglarga yetdi. Demak, buningdan keyingi hayotingizda siyosat bunda mangmaydi degan gaplar mushning bilan o'zingiz buning beshartini berib qo'ydingiz, hurmatli Mehmet To'xta efendim. Surgun hukumatni eg'zingizga ilib, surgun hukumatga qarshi chiqish orqali o'zingizning 20 yilningizni saqlayotgan, 20 yilningizni ko'tarib qasqani sen kimtang deydigan odamlar bugun kunlikda ajab putimi taqishib qoldi-ku, ko'zga ilmagan putak qo'ngil yetib etdi deb. Ko'zga ilmagan surgun hukumatlar bugun dunyo qurultayiningki o'tirayotgan o'rindagi odamlarning hammasining o'tirayotgan yerlari lingshib ketgandek bir ahvol bor. Ostirtdan qilayotgan bu kurashning siri nima? Xalqdan nimani yoshiryapsizlar? Chiqib e'lon qilinglar. Xalq bilsin. Xalq nima uchun joda qilayotganligini xalq bilsinki, qarisqa bir-birini qaralab, bir-biriga til uzatmasin. Assalomu alaykum qarindoshlar, assalomu tabriki. Mavo radio naqtayning o'xshash bor. Musala xudoyorlarninkini bir yaxshi narsani chiqarmaydi. Bilmamanmi kimlarga ayam bo'lib ketdi, ammo qaranglar,
öykünü doklad tayyorlayapmiz 5-chi oyda bitadi deganda mana bu qopab bugun bitib qopdiganligini radioda e'lon qilib qopdi. Ko'rdinglarmi? Ya munofiq bo'lgan chaqda ajoyib munofiq qarindoshlar. Maningga nima deysizlar mana? Eliqi Uyg'ur, Puyg'ur, ya Baxtiyor Nasir, Go'shmamat To'xti, Enedining pulning to'xtab ketishidan qo'rqdi. Eliqi Maynatlar, ya maningga nima deysiz hamda? Öyküntiq 5-chi oyda bitadi dokladni e'lon qilamiz deyishyapti. Chiqirib olsanmi bizlarning ichida? Nima deb burun chiqamaysa? O dokladni nima ko'ramiz? Qani ichidagi ingliz nimalarni yozding, uni nima qilding? Sen Abdullah qizim bizim aytgan qo'p. Assalomu alaykum, Abdulla Tursun alamat yaqtimna. Ya bulavago demokratiya bayrog'ini ko'tarib olganlarimiz yog'inchi kazzab nimalar bu? Navoda bizning vatanda Sharq Turkistonda Xitoyga qarshi bir urush portlab qolsin. Masalan, Xitoyga qarshi bir urush portlab qolib qolsa, shu vaqtidami, masalan, dunyoning hamma yeridan masalan bizga yordam qiladigan musulmon qarindoshlarimiz kelishi mumkin. Hamma dunyoning har joyida bo'lgan pushqoqlardan. Shu vaqtida mushuli chiqdi yana so'zlab mushunda alujoq so'zlabchi. Bu degan tinchlik bilan bitadigan ish, qon to'kishni biz xohlamaymiz deb qo'pidi bular. Iniqlar. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bütün dünya yüzündeki Uygur qarindoshlarimiz Alloh taoloning rahmeti, berkati cümlemizge bolsun. Qarindoshlar bütün dünyadaki Uygur milleti sırat kövrükünün üstünde ya bir bağlap ketadigan ya yok bo'lib ketadigan ama shunda bir vaziyatda zalim Xitoyning qo'llari bilan nurg'un Uygur milletimizning kallasini buravatidi qarindoshlar. Men Uygur deydigan qarindoshlar elhamdülillah Uygur milleti inşallah Müslüman deb bilaman. Dünyanın ahireti va qarindoshlar bu sürgün hükümeti künden kunga tug'yapti qarindoshlar. Menmi burun sürgün hükümeti şu 3'ga bo'linib ketgan vaqtida men kirib qarindoshlarimiz üçünü birleştirey deb kirgan. İkisi birleşti, birini birleştirdiği vaqtida munofiqlar aralashib yana piştini oturğu selip onu birleştirgini qo'ymagan qarindoshlar. Hazır endi sürgün hükümeti degan vaqtida şu Amerikada xizmat qilayotgan qarindoshlar şu Salih Xudoyor deb bilaman men. Şununla milletimizin bütün dünya yüzündeki millet şu birle sürgün hükümetini desteklep başka o Xitoyning qo'llari bilan Uygur milletinin kallasını bölevatkan onunla ki zalim Xitoyning depini çelivatkan sürgün hükümetler kuruluvatkanlıkını hemimiz görevatımız qarindoshlar. Qarindoshlar birla Allah'tan korkanlar milletten qarindoshlar çünkü milletge bir iş kılanmaydı. Uygur milleti qarindoshlar bütün dünya yüzündeki millet Uygur'un derdini bilmeydi qarindoshlar. Hazırki bir vaqtida biz yo'qolib ketmaydigan mekteplerimizni, mahallalarimizni, onundan keyin bizning eng önemli bo'lgan tilimizni qarindoshlar. Şunu saqlab qolmoqimiz lazım, örf-odatimiz, tariximiz degandek. Hazırki shu vaziyatda qarindoshlar biz yana shunda Xitoy bir 10-15 yil, 5-10 yil uxlatolsa vatanning suyini ichgan, vatanni bilgan, zalim Xitoyning ilmiy kirlarini bilgen insonlarni qarindoshlar. Onundan keyin bular qancha yoshlarga berib qolgan desanglar hammasi vatanning suyini ichgan cho'ng qarindoshlarimiz 60 yoshning üstünde. Bu qarindoshlarimiz tugab ketsa, o balalarimizga biz hikoya etib bergandek kelamiz qarindoshlar, çünkü biz balalarimizni tarbiyaladikmi? Hammamiz o'zimizning balalarini bilamiz qarindoshlar. Şunun için qarindoshlarimiz sürgün hükümetini birisini rivojlantirib biz bedel tölemimiz lazım. Biz kambag'allarimizni o'zimiz bakmamız lazım. Biz yetim yesirlerimizni o'zimiz bakmamız lazım. İqtisadimizni bir yerga az olsunmi qarindoshlar 5 milyon maciriyette Uygur bağ deydikenimiz $1 bergen bo'lsa 5 milyon. 5 milyonunu mu qo'yanglar qarindoshlar ayda 1 milyon pul toplasa biz aşı Indoneziyadaki qarindoshlarimizni u yerga ketgan bo'lmabdi. Biz iqtisodimizni bergandik, mushularning ustiga qarindoshlar
Biz muşularga vazifa qilib biz ixtisos bergandikan gapni qila olaydik qarindoshlar. Shuning uchun hozir qurilayotgan surgundagi hukumatları mush Xitoyning depini chelayotgan nomus degan bir ish qilmadi Uyg'ur millatida qarindoshlar. 3-4 dangi puli va odamlar tepaga chiqib olti munofiqni tepiblar, keyniga seliblar, men surgundagi hukumatda debasa hozir bichora millatimizning bir ishi kuchi bo'lmagandan keyin shuni dardini o'zi bilib turyotdi qarindoshlar. Bunda munofiqlarni yig'ishtiradigan vaqtlarmi keldi Uyg'ur millatigami bir kun Alloh taolo nusrat beradigan vaqtlar keldi. Biz qarindoshlar ming dernek ulab kesimi dernek degan boshqa bir ish qarindoshlar. Ba'zi dernekchilar shu jon beqishga kirib olgan, ammo bularning ichida yaxshilarim bor qarindoshlar. Yaxshilarni tepib boshqa qo'yib degandek shu hammasi shu surgundagi hukumatga tabi bo'lgan vaqtida biz shu Osmonlidek asta shularning tayyorligini qilmoqimiz lozim. Alloh taolo Uyg'ur millatiga aql fikr versin. Munofiqligimi insof berib Uyg'ur bo'lganligini tonib zolim Xitoydan hech bir zaman vafo kelmaydiganligini bilib ama Uyg'urim deb yashamoqqa nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Uyg'ur mahallasi Yusuf Baltoj. Assalomu alaykum. Topdagi barliq qarindoshlar. Yaqinmay desa shundoq odamni kichkina xafa qilib qo'ydi bularcha. Ma Baxtiyor degan jasus go'y texnologiyam avmonga berib ishtonning eg'i og'ich po'q kelgan go'y mishada yana pishni terib anda deptike mana sen ba kalla sen o'qigan xatni boshqa odam o'qiganmda hammadan o'qib ko'rib uningdagi bizim davatdi uningga xuddi bu Yevropada o'zingni savatli o'qigan odamdek boshqa odam xat bilmaydigandek o'qib yiqinglar ko'rib yiqinglar deb sen kim o'san o'zing ko'rib baq yarasa yaragan bo'yicha yarmasi jim mutta ishingni qil seni hech kim e'tirof qilgani yo'q. Sen ne işlem emas xalqning nazarida sen bir jasus. Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday bo'ldinglar, yaxshimi? Desam degim keldi-da. Bu Amerika tarafda saliylar shunday yaxshi bir ishni boshlab, imzoni to'plab, tashkilotlarni chaqirib qilib qivitibdi. Shuni ko'rib shunday qo'shildik. Ham bir fursat kelayotgan o'xshaydi deb. Müşdak bütün halkımız barlık teşkilatlar koşulup müşdak bir fırsat bağışlaydı dep degen vakitte nereden çıktımış duruya Uygur kurultayı devamlılık müşdak bir vakitte özününki teşkilatlarının nimisine çüp kaldı dep oylandı. Onunla hoş bulmay bu hak toxtmay müşdak biz mi kıvatkan toq, biz mi asli mandat toq dep tük yok bir nesini çıkırıp koydu. Dönegimi qarsam dünya qurultayı 5-ci ayda bitadigan bir dokladni tadqiqotini hozirlardan chiqarib qo'yib biz mana qilyapmiz deb. Ya bir bitgan bo'lsa, uni chiqarib qo'ygan bo'lsa nimday? 5-ci ayda bitadigan narsani ajab bir tuyuqsiz buganlarda o'xshash kunlarda chiqarib qo'yibdi. Maqsadi zaten hozir kichik bola yo'q, hammamiz mencha ko'p sonli odam qolisi ichilib bo'ldi deb o'ylayman. Haqiqiy yuzini ko'rib bo'ldi deb o'ylayman. Mushunda kelgan fursatni ma'lum tashkilotlar, dunyo qurultay o'xshash tashkilotlar davomli ishni buzdi. Burunmu shu nurg'un doktorlarimiz, professorlarimiz şu üstü birlik degan narsa qurilish kerak degan vaqtida endi chiqmaylarmi u gap tuyuqsizlam taraflardan üstü birlik bizning qurilib bo'lgan deb bir muncha shu tashkilotni yig'ib logosini yig'ib shu to'rga e'lon qilayotgan. E'lon qilib bo'lgandan keyin ba'zan tashkilotlarniki o'zining ishchiligini xabarsiz ekan, kulkilikda.
Bu qitim yana muştaq mening ko'z qarshimda bular yana bilib turib qalamqonchilik qilyotidi. Bu ishni buzyotidi. Nimada ansiraydi bilmadim. Shiqilib mening ko'zimda, mening nazarimda bular samimiy emas. Bu tashkilot samimiy emas. Bu tashkilot Shahar Turkiston mustaqillik uchun bir xizmat qiladi, yomon bizni yo'tlab ma'alaydi degan bir narsani shaxsan men ko'rmayman. Hatto aksicha ziyonli haqiqatga bir tashkilot. Buni buning bu guruhdan balki qurultayni qo'llaydiganlar bor bo'lishi mumkin. Shunda bo'lsa-mu o'zimnikini ishim davrman. Chunki to'g'ri deyish kerak, xato deyish kerak. Bunda bir şerefsizliklarni yo'l qo'ymasligimiz kerak. Yilmo ishimiz buziliblamışda, arliqlamışda, xoinlar chiqiblamışda, buzilyotidi, nurg'un jillar bo'lib ketdi. Yana beshimizga yemaymişlar yuraversak, hammamiz men aralashmay, mening nimam bo'lib qolmasin deb qo'rqib yursak, xili jillargacha bo'ldi, ben artık gap qilmay. Bo'pti, atdigam shuni degim gap qoldi, haqiqatan ishim patmay. Deb qo'y dedim. Vaqtimdan olib qoldim qarindoshlar. Lekin asalilarning ishiga mencha bütün tashkilotlar o'ylashmay darhol qo'llash kerak. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Hammanglarning bosh vaqti xeyirli bo'lsin. Men Shvetsiyadan ijod turg'un. Bundan 2 kun burun Sharq Turkiston sürgünlük hükümeti Xitoyninki Sharq Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchilikni hal qilish qarta jiddiy murojaat deb bir yozmani Uyg'urcha, inglizcha yozib, buni dunyoning har qaysi joylarida Sharq Turkiston tashkilotlaridan imzo qo'yib, o'zining irodasini bildirishni, bu bildirgan imzo qo'ygan bu jadvallarni rətlab Amerika Avam Palatasiga və münasibətli orqanlarga topshirilganligini qo'ydi. Men bu xatni Uyg'urchasini, inglizchasini təfsili ko'rib chiqdim. Nəhayət təfsili o'qidim. Nəhayət yaxshi yozilgan bir parcha xat bo'ldi. Shuninglar bilan birlikda o'zimniki shaxsiy bo'ninki ahamiyati to'g'riliq nimasida o'zimning shaxsiy qarashini o'tirib qo'ymoqchi. Buninki birinchi foydasi bu yerda Sharq Turkiston xalqininki milliy irodasini bildirgan bo'ladi bu xat orqali. Yana yillardan men jiq so'rab ketdik, Sharq Turkiston xalqi nimani xohlaysizlar? Sizlar biringlar avtonomiya deyotgansizlar, yana biringlar insonliklar deyotgansizlar, yana biringlar indigenous deyotgansizlar, yana biringlar mustaqillik deyotgansizlar. Sening zodi irodanglar nima deydigan bu savollar izchil nim qilg'iliq ham Uyg'urlarning, Sharq Turkistonliklarniki nimasi aniq emas deydigan bunda nimalarmi chet ellik tadqiqotchilar va siyosatchilardan bu narsa jiq zo'rliq. Bu dunyoning hamma yerida yuz beraylik, hammamiz duch kelaylik masala. Bu yozmaninki tashkilotlarning qo'yishdan bir iroda bildirildi deb qarayman. Birinchisi. Ikkinchisi bu tashkilotlarningki bu masalaga o'rtaq imzo qo'yish orqali Sharq Turkistonninki mustamlikizm ekanligi, Sharq Turkistonninki mustaqillikni qaytarib olish, birdan bir chiqish yo'li ekanligini bildirish. Bu orqali yana Sharq Turkiston xalqiga vakolatan dunyoning har qaysi joylarida ish qilayotgan tashkilotlarningki ularning nimani xohlaydiganligini bildirdi. Ya'ni chunki xalqaro qonun bo'yicha bu diasporadagi harakat qilayotgan tashkilotlar, faoliyat berayotgan tashkilotlar Sharq Turkiston xalqininki vakili deb qaraldi. Ya'ni xalqqa vakolatan bular siyosiy irodasini mushlar vakillik qildi deb qaraydi. Shung davlatlarmi bu tashkilotlarning vakillari ko'rishgan chog'da buni so'raydi. Endi buning bu xatga ko'pchilik tashkilotlarningki imzo qo'yishdan bizning o'rtaq shaklda o'xshash bir niyatda, bir maqsadda mustaqillikni xohlaydiganligimizni va Sharq Turkiston zaminini mustamlika deb tunishni talab qilganligimizni talab qilish orqali bu tashkilotlarning istikini ko'rsatib bergan bo'ldi. Bu ikkinchi foydali nuqta. Uchinchi foydali nuqta nima degan chog'da
bu yerga ko'pchilik tashkilotlar imzo qo'ygandan keyin bu yerda bu bir tor betga bu bir arxiv shaklida bir dokument shaklida bo'ladi va buni faqatla Amerika Kongressi Avom palatasi emas, dunyoning boshqa joylaridagi parlamentlarga, hukumatlarga, tadqiqot markazlariga munosabatlik va har qaysi xalqaro cho'ng tashkilotlarga buni ko'rsatkili bo'ladigan bir materialga aylandi. Ya'ni Sharq Turkiston xalqininki va tashkilotlarninki istamoqchi bo'lgan irodasi bu deb. Bu eneylik ko'rishgan chog'da quruq eg'izimiz bilan biz buni xohlaymiz degan qaraganda, mana bunchalik tashkilot biz bunda bir xat kompaniyasini qilgan, boshlagan to'q. Bunga menda ma ko'pchilik menda tashkilotlar imzo qo'ydi va bizning xohlaydiganimiz, o'rtaq xohlaydiganimiz mustaqillik va buni asliga kelish uchun buni eng oldi bilan Sharq Turkiston zaminini mustamlakalab tunishinglar va bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatishinglar deydigan buni bir dokumentlashtirib, hujjatlashtirib o'tirib qo'yildi. Bu uchinchi tarafi, chunki g'arbda bo'libmi hammalar yaxshi bilgandek bu isbotga qaraydi. Yozilgan, nimaga e'longan, ovoz e'longan narsaga qaraydi. Shuning buning narsasi bilan uchinchi payliq narsa bir qo'limizda arxiv va isbotlovchi isbotlanib bu shakllandi. Endi to'rtinchi narsa bu orqali biz xalqaroning bizdan so'rayotgan savoliga bir javob beramiz. Dunyodagi qaysi hukumatlarga, parlamentlarga, har qaysi munosabatli tadqiqotchilarga buning javobi beramiz. 5-chi nuqtasi bo'lsa, Sharq Turkistonliklardan izchil so'rayotgan bir narsa bor. Ya'ni so'rayotgan Sharq Turkistonga qarata izchil bu nim qilayotgan savol qo'yayotgan bir narsa. Ya'ni bularninki o'rtaq birlik kelgan bir birlik nimasi yo'q bular ishlarda. O'zining milliy manfaat, milliy masalalarda bular birlik kelolmaydi deydigan aslan izchil bir savolni qo'ydi. Va sizlar qaysinglar zaten bütün Sharq Turkistonga vakil qilasizlar deydigan bu savollarni jiq so'raydi. Tamam, hech kim yolg'iz shaklda vakillik qilolmaydi. Faqat o'zining tashkilotchi bilan vakillik qildi, ammo biz mushu xatni o'rtaq qo'yishimiz, imzo qo'yishimiz orqali bizningki niyat maqsadimizningki, yetmoqchi bo'lgan g'oyamizningki, siyosiy irodamizningki ip berayotgan ko'rishimizning yetmoqchi bo'lgan nishon g'oyasini ifodalash orqali dunyoga va bizga savol qo'yilayotganlarga va Uyg'urlar, Sharq Turkistonliklar parcha-parchasida o'xshamaydigan narsani xohlaysizlar deganlarga bir javob berish bilan birga bir birligimizni ko'rsatamiz. Ana eng oxirida deydigan nuqta 6-inchisi bo'lsa, bu faqatlamki Amerika nimasiga bugun boshlanib bu imzo qo'yilib avatilsa, bundan keyin Yevropa parlamentiga, Kanada, Avstraliya, Yaponiya va Islom birligi tashkiloti va dunyoning har qaysi joylaridagi bizga aloqador bo'lgan, biz munosabat qilayotgan har qaysi davlat hukumatlarga buni bersak, texmi yaxshi bo'ladi. Chunki abayligimizda Sharq Turkiston masalasida nima xohlaydiganligimiz, nima qilganligimiz bir mavhumlashtirib yetilgan, ya'ni manda degan chog'da suyuqlashtirib yetilgan bo'g'ashqa bu narsalarda. Ya'ni sizlar nima xohlaysizlar degan narsa nima bo'lmaydi, chunki aniq javob berilmaydi. Shu ma'noga sal qaramay tashkilotlar tashkiliy tushunishmaslik, tashkiliy ziddiyat, tashkiliy raqobat narsasini qayirib etib, bu ishni kim boshlatgan bo'lsin, buning uning bilan nima emas, bu qilgan ishning maqsadining nimasining to'g'ri mazmuni, yetmoqchi bo'lgan nishon hammamiz xohlaydigan bir nishon, ya'ni mustaqillik. Endi buni e'tirof qildirishimiz hammamiz xohlaydigan bir narsa. Sharq Turkiston mustamlika zaminga e'tirof qilishni xohlaydigan, bu qirg'inchilikni to'xtatishni, bu yerda bir mustamlikani oxirlashtirishni hammamiz xohlaymiz. Bu narsa orqali dunyoga berilgan mesajimizni o'rtaq bir bildirsak, bütün dünyadaki hükümet parlamentlarına bunu evetip, bunu materyal şekilde sunsak, bizim nurgun işlerimiz yaxşı bulur. Gerçi bunu damallıqı qollab, nim qılmaslığı mümkün. En azından iş bulmağanda bular bir düşüncege egi buldu biz doğruluk. Tamam, bugün itiraf kılanmaslığı mümkün. Çünkü Xitay bilen bo'lgan diplomatik münasebetler sebebinden. Ama bizning nima istaydiganligimiz, milliy irodamizni, xalqimizning va tashkilotlarimizning nima xohlaydiganligini yetmoqchi bo'lganini bilgandikin, bu davlatlarning tutilgan siyosatda buning qarta tutilgan gap. Shunga shaxsan men o'zim bu narsani to'g'ri deb qarayman.
Şoň meningki bu qo'yilgan chaqiriqnomadan keyin nihoyatda tafsil o'qib chiqqandan keyin meningki o'zimning bayqagan nuqtalarim shu. Hammalarga rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Şoňa bu narsaga sal qaramasdan tashkilotlarninki imzo qo'yish orqali bu oldimizda kelgan bu fursatni yaxshi foydalanishga tavsiya qilaman. Yana bir qitim hammalarga rahmat, vaqtinglarni chiqarib anglaganliginglar uchun. Görüşkice aman bulunla Allah'a emanet. Assalomu alaykum. Arkinka qanday ahvolingiz yaxshimi? Salomatchiliginiz obdanmi aka? Mushu xat endi Uyg'urlarga ziyon deb qarabsizlar. Mushu xatning tegini toza surishtirsa cho'ng Uyg'urchilik bor ekan buning tegida. Mushuni tushunamabsizlar endi. Ma'u xat umumiy Sharq Turkiston zaminini Uyg'ur davlati qilishniki asosi ekan hamda ma'u. Sizlar hamda buni Uyg'urni Sharq Turkiston qonuni qilib debdi deb buningga qarshi qo'yibsizlar, lekin ma xatning tegi toza nazar salmoqqa o'xshaysizlar. Bu xat haqiqiy Uyg'urning millatparvari yozgan xat ekan ma'u. Bunun toza tegi maqsadi butun umumiy Sharq Turkistonda ne Uyg'urlar idora qiladi degan mazmunga bor ekan menimcha. Endi siz qanday tushundingizki, men ashunda tushundim bu xatni. Assalomu alaykum Ahmadjon apandan. Gapingizni anglab chiqdim. Sizning deganingiz to'g'ri. Qilmoqchi bo'lgan ish qanchalik cho'ng bo'lsa, shuning sifatning dalilligini talab qildi. To'g'ri, qo'shilmaymanmi. Lekin hozir masal u yerda emas. Nimishqa shu surgunda hukumati imzo to'plash faoliyatini boshlasa bir kun qolmaylam ashni chiqirdi. Qilmoqchi bo'lgan ishi 5-oyning 3ga, ya'ni 2 oydan uzoq vaqt bor. Nimishqa burun qilmaydi yoki bir hafta burun qilsin nimday? Yoki bir oydan keyin qilsin nimday? Nimishqa muyoqdan ish boshlamay tursa, muyoqdan tayyor bo'lib, bizning qoldimizga qanday xiyol keldi? Bu ishni buzmoqchimidi bular deydigan xiyol keldi. Siz-chi, siz ashni ko'rib siz qanday o'yladingiz? Hozir men qo'llamog'im bilan qurultayni. Burun men 10 yil qo'llab kelgan. Namosh bo'y pul deb. Qarg'uchi agishib mangan odamda menmi? Ashu gumonlar yig'ilib, ashu indigenous people masalasi chiqqan chaqda biroqlam portlab voy qo'ya bo'ldi deb tashlatgan. Chunki bularning yolg'onchiligi bizni boshlab mengayotgan yo'lning xatoligini izqib qoldim. Yana birisi Ma'usali Xudoyor inimiz Facebookda naq maydon qilib chiqadi. Qilmoqchi bo'lgan faoliyatni tushundirib. Twitterda hozir X deydi, ashundan chiqadi. Bu Dunyo Uyg'ur qurultiyi Facebookda Uyg'urcha chiqadi. Ma Twitterda hozirgi X'da hech qanday unda u to'g'riliq narsa chiqamadi. Nimishqa chiqamaydi? Chiqaramaydi. Nimishqa deganda bularning inglizcha xabarlarini ko'rma. Ko'p vaqtda bizning vatanimiz Sharq Turkistonni Uyg'ur region deb ataydi. Tarjim qilsak Uyg'ur rayoni. Mustaqillikni ishlatadigan o'rinda independence ishlatmay, kishilik huquq, human rightni ishlatadi. Shu uzun maqolni inglizchaga tarjim qilib chiqaramidi deb o'yladim. Bomsi chiqarib oladi. Ashta bo'lsin yaqinda mustaqillik degan narsani og'ziga oldigan, jiq vaqtda oldigan bo'lib ketdi. Mushu xalqdan kelgan bisim burun bundaq emasdi. Ashu xalq o'zgartib Ashta qimsiz bo'lmaydigan yer apadi. Jiq haqlar o'qinib ketdi. Men bunda desam xafa bo'lqamanjimi? Mushu ashuni chiqargan sababini masalan qurultaychilar ash tarafni qo'llaydiganlarmi balki mendek o'ylab qolgan bo'lish mumkin. Nimishqa hozir chiqargandi buni deb. Buzmoqchimidi bu ishni deb. Buningga qo'l qo'ysa qurultay shu 5 oyning faoliyatiga foydasi bo'lsa bo'ldi-ku. Ziyni yo'q-ku.
u vaqtda sürgünlük hükümeti aşla qurultayla degandek aşla faaliyet bolsa, mustaqillik üçün vatanimizning, aşının üçün faaliyet bolsa, bu sürgünlük hükümetim qo'llash bo'lishi mumkin. Aşındaq iş. Men bu burun aşındaq 10 necha yil qo'llab keldim qurultayni. Aşı guman bilan guman aşı yig'ilib qolgan lekin aş vaqtida bizning shu atrofimizda sorun beshi bo'lamdi, bir sorunda o'tirib qolsak, aşı ishlar chiqib qoldi, paransilishib qolamiz. Oy, g'olam Osman bir sarang u uydan chiqmay kompyuterdan oldi so'zlaydi deb. Aştaq deydi bizga. Ha, aştaqqa u odam sarangka deb deydik. Lekin hozir gap so'zni anglasak, shundaq yaxshi gap so'zni qildik. Nimishqa aşadan boshda bayqidi, bularning yo'li xato deb. Ankiz bu odamni ayrim qilib qo'ydi mana. Hozir men Avstriyada men shu qurultayni qo'llamayman deganim maydanim aniq bo'lib bo'lgandan keyin men boshtaroq bo'lyapman. Shu bizning shu yo'lda tangmiyotganlarmi boshtaroq bo'lyapti. Şuna qarindoshlarimiz shu jamoatdan ayirib qolmayli deb jim o'tirayotgan qarindoshlarım bor. Anki ma ustida chiqarib qo'ygan rasmim 2012-yili qurultayning shu Twitter akkauntisi. Inglizcha bor, shu uyg'urcha tarjimasi bor. O'qisanglar bo'ldi. U vaqtida Uyg'ur region degan gap chiqishdan burun u gapni topmagan vaqtda nim deydi desanglar Şinjan deydi. Şinjanning mustaqilligi uchun biz kurash qilib boqmadik, xafa bo'lmasang deb. Mushtaq tashkilotni qanday qo'llaymiz? Ras mustaqillik uchun shu xizmat qilamiz. Ashtaq ishlar bir qatam emas, 2 qatam emas, 3 qatam bakchiq bo'lib ketdi. Shunga ishonchisini yo'qotibdi ular. Şunaq ma bir düşmanlik üçün bundaq sözləvatdım emasmı, onu xata tushunib qolmanglar. Bu atqan ish mushu. Masali Xudoy inimizni saqchiga chaqqan ish uchun, yig'inlarga kirgizmagan ishlar uchun. Bizning xalqning oldida Uyg'urchasida shundaq chiroyli so'zlaydi. Ishimiz uchoq kelinglar deb. Bir paqsaq ishning teshig'i solab chiqarayotgan. U ishlarni qanday qilamiz? Hamma jidalni terib qo'yib, poqni yig'ishtiramay xalqni urush qilib, asha jusa. Ya chiqib voy meni xatoligimga xafa bo'linglar degan bir eg'iz gapni qilamsa, asha indigenes mas'ul chiqqan vaqtda xatolikni birinchi bo'lib tuniblam, durustlikni ko'rsatsa, xil bunchilikcha qadam ayrilmaydi u tashkilotdan. Sal qaynab qoldim, to'g'ri tushunasizlar qarindoshlar. Assalomu alaykum, Tangirtoq top a'zolari. Hammanglarga salom. Assalomu alaykum Qurbanjon. Sizlarga rahmat. Musalih Xudoyor, Abdulla Xatqarajim, Mamtimin A'la, G'ulam Yag'ma mush qarindoshlarimiz untunsiz shundaq til ahonatga bardoshlik berib turib, mehnatsiz mushundaq yaxshi ishlarni o'tirib ochqimiz deb tirishyapsizlar. Bunu ko'rmagan Uyg'ur tillik Xitoylar tarafdan hujum qilyapti. Bu yaxshi emasdi. Kimki, qaysi tashkilotki, qaysi partiya, qaysi dernek, qaysi hukumat xalqimizga foydali zirhchilik bir ishni qilsa, biz shuni qo'llab quvvatlaganda bu ishni qilayotgan insonlarimizga ruhiy jihatdan bir madad bo'ldi. Texima o'rnidan tura oladi. Mushu sog'liq o'g'limizni tarbiyalagan ashu vatanparvar mehribon dadaga, ashu vatanparvar mehribon onaga ming martaba rahmat. Mushu o'g'limiz, sizlardagi qarindoshlarimizninki keyindan destek berishi, xalqimizning qo'llash natijasida qishmiyoz issiq demay, so'g'oq demay, qor yomg'ir demay, hatto o'z yolg'iz qolgan kunlardami, mehribon dadasi, opasi yenni turib, madad berib, Amerika parlamentining oldida
Uyg'urga erkinlik, mustaqillik, vatanimiz besvilingan zemin, Xitoy tajovuzchilari xalqimiz ustidan irqiy qirg'inchilik qilyapti deb mushu sadoni Amerikaning super kuchi bo'lgan, dunyoning super kuchi bo'lgan Amerikaga va Amerika parlament a'zolariga va shu orqali butun dunyoga xalqimizga namoyon qilyapti. Mushu balning ichidan chiqqan, o'rtab chiqqan mushu so'zlardan ta'sirlangan Amerika parlament hukumatimi Muşnunga qarab, ma haqiqiy da'vogar, haqiqiy vatanning xalqining g'amini qilayotgan da'vogar mandaq bo'ldi ekan deb mushu qitimqi imzo to'plash chaqirg'ini o'tirib qo'yinglar, biz qaysi da'vogarning qaysi bulung'ushqa qaysi maydonda ekanligini, kimning kim ekanligini qaytadan tunib olaylik, xalqinglar tunib olsin degan bu hikmatlik taklifni o'tirib qo'ydi. Xudoyim mushu inimizning, mushu bolamizningki kuchiga kuch, aqliga aql basun, mushu bolni qo'llab o'pchirish tug'an sizlarga o'xshash o't yurak vatanparvar qarindoshlarimizga, mushu bolaga destek bo'layotgan dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur xalqimizga Mübarek olsun. Ben gipimi tapamadım. Demek hem de biz çok iş kılammasak mı? Muşulanın royuğu destek verip kıssak heylik bir hikmet söz deptiği bir peygamberimni köy demekçi olğan çağda bir çivin. Sen ne varsa ağzındaki bir tam suyunu yapman diyeyim dese, sen o otni, ondaq oluk otni bu bir tam suyla üçemdi degende meyli öşsün, öşmüsün, men tegişlik meydanını ifadeledim degan bir ifadeni bildirgan. Şuna bizning bu tirishchanligimiz meyli amaliga oshsin, oshmasin, Xitoy Kompartiyasi tarafidan yoki Xitoyning chapanchilari va Uyg'ur tilli Xitoy munofiqlar tarafidan mag'lub bo'lsin, bo'lmasin, biz bu tirishchanlikni ko'ztib boqamiz. Ko'ztimiz, tirishchanlik bizdan, natija Allohdan. Ma'qul, aman bo'lin. Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugun ajoyib yangi bir gapni oldim. Mehmet To'xtaning gapiga. Buning asosi demoqchi bo'lgani, mushu Amerika Kongressiga imzo to'plab kiramiz deganlarni debdi. Nimdigidek qayerda gap qilsa shu yerda og'zini tuvoqlab qilayli, mujodala qilayli bular bilan degidek. Bular mushu xalqimizni qor kunga qo'yganlar mushlar degidek. Qarindoshlar, mushundaq töhmatqum, mushundaq bir rezil insonlar bo'lamdi jahonda. Ben yanpaş kurup yakınmayman. Özün digen gibini dey. Bir neçə yılın aldıda bu yak nim digenti. Kanada'ya yenkelgen vaktimde bir yere kirip müstakillik doğrusu gap kısam. Ula sen müstakil kılmakçı olsan vatanını eşeğe varmamıza bir yer nimba digenti. Şu aşkı hazır minvatka yolunu tuttum digen Mehmet tutmuş o. Hem de özünü bilirse bunun tutvatka yolu şu insan hukuk alımız Xitay'dan digen yol. O Xitay'nınki hükümranlıqqa biz razı degan gap. Tegini shunda qo'llasak, Xitoy degandek bu zimin azaldan bizning deydi-ku Xitoy. Shunda demoqchi bo'lma. Shunga bu yerda bu ziminni besib olgan zimin desa qarshi turyapti. Yana birisi 5-oyda biz chiqaratdik uni deydi. Cho'qim bularning chiqirdig'inda bir şöbeylik yerleri var. Xuddi London sotida bütün işini Xitoyning ishiga aylantirgandek, buning da mı aşınarak bir yerleri bo'lmasa, ma'nonga bunchalar qarshi turib ketmaydi bu. Yana bir gapni qilsak, qaysi yilnisi bütün diasporadagi qarindoshlar
Uyg'urlarning ustidan Xitoy irqiy qirg'inchilik qilyotidi desa bu nima dedi? Irqiy qirg'inchilik qildi desak, 50 adamning isboti yo'q. Shunga madaniyat festivalichilik qilamiz dedi. Dolqunmu shuni dedi. Ansambollarni tayyorlab qo'ydik dedi Dolqun. Shunda deb so'zlagan so'zim bor, video bor. Dolqunning. Onun ustiga bular shu Uyg'ur deb sakrab chiqdi hamma odamning oldiga taqa. Uyg'ur qonunini 10 yil bosganlar mushular. Uyg'urni indigenous davlat qurolmaydi, davlat qurib boqmagan degan yerga akab qo'yganlar yana mushular. Bu sharafsizliklarning hammani qilib, ya'ni hamma odamning oldiga o'tib olib, nima deydi? Mala akeldi bu Uyg'urga bu qismatni. Indigenous qilib siz akammadingizmi? İnsan huquq alimiz Xitoydan deb siz akammadingizmi? Ular qarqo'saq yo'q, bizim bilmaydi deb ketibsiz. Siz oqqo'saqmi? Unda olsa siz şu oqqo'saqingiz bilan shu Xitoydan inson huquq alimiz, bu indigenous xalq madaniyat pesvojchilik qilamiz, 50 odamning isboti yo'q degan adam bo'lgandikin siz dumbingizga kitob atib olgan abay sizning so'zingizda bir eshakning gaplari borki, shu eshak siz o'xshaysiz. Men tillam aytdim, o'zingiz dedingiz bu gapni-chi, eshakning gapini o'zingiz deb ekansiz. Yana birsi andaq şafaatçi, mandaq şafaatçi deb ko'zsiz o'zingizni 2 yilning oldida Indoneziyada jazo muddatini to'shtirib chiqqan 4 bola sizga telefon qilibdi-ki, bizni qutqizib akting deb. Siz nima qilibsiz shu chaqda? Ularni qutqizish oyoq tursin, oshkora bo'lib qolgan chaqda, uni Xitoylar akatgan chaqda $6,000 pul ketadi, $6,000 pul yo'q. Shunga uni qutqizolmadik degan gapni o'z og'zingiz bilan dedingiz. Bularning hammasi shu sharafsizlikka, xalqni sotqanga, vatanni sotqanga 100% to'shab ish ketadi. O qarını haq sükeymi deb avarılmaslar. Onda pişanlarını silap yakıp gap qıslar. Mehmet Toqta Efendi. Aleyküm selam. Rahmet. Allah hemimizden razı olsun. Cümleden halkımızı doğru yolga hidayet kılsın köpçülükni. Hemimizni. Doğrunun üstüde kılsın Allah. Hem de cemi şermendilikle destixanın üstüge çıkıp oldu da. Mesela Rabi Xan'ın vaxtida mı nemi oldu eşede? Hele ki kişilik hukuk kanunu 10 yıl bastırılıp kalgan kanunu nemi dedi eşede? Halk hemiz anladı o şunu. Özü ağızdı bilen degen gap şu. Oylap bakaylı qeyrindaşlar hemmanlar boşuncular, esvaçılıklar tutsa Nuriyetul Alim seyitip qıptıken ben İngilizce bilmektim. Şunun için demek qıptıken, palancı qıptıken, pökönç qıptıken dep namaz kılmay yok kıldı. Onu salih Xudayra ekrep, onu avazga koyup, onu hal kıldı, pütkezdi. Mehmet Toxtaning nima qilayotgani, Dolqun Aysoning nima qilayotgani, Erkin Olibtekinning nima qilayotgani hamma sharmandaliklar jimi narsa o'ttirga echilib sisib ketdi. Ochlinchilar, rasvochiliklarni xalq ko'rib turibdi bo'lmasa, yana asholarni qo'g'daymiz deb yurayotgan insonlarni nima desak bo'lar endi? Oshunchilar nahaqchilikni, oshunchilar rasvochilikni ko'rib turib, yana ashoning kendini ketib qolgan qarindoshlarimiz nima desak bo'lar? Biz özümüz qanday isloh qilmaydigan qanday millat biz. Biz odam bo'lgankanmiz, aql, Alloh aql, idrak berganka bizga nimishki o'zimiz isloh qilolmaymiz biz. Bu isloh degan har qanday yer bo'ladigan ish bu.
Bu ıslah kılmagan bir nimenin kaynidan mangi verse bu işçiden sesip ketken bir hey Allah hemimizni Allah toğrunu istedik kılsın qeyrindaşlar. Bu haqda sal tirishmasak, sal bir chiqib yuraklik kaldı bir o'zimizning fikrini, qarashlarini qo'ymasak, mushu bitim ketaveradigan bo'lsak, holimizga voy qarindoshlar, holimizga voy. Moshunchalar rasva, moshunchalar josusliklar butun dunyoga e'lon bo'lib ketgan, oshkor bo'lib ketgan guli chiqib yan namoz qilmaymish to'plarda so'zlab yursa, nima deymiz endi buni? Bu go'ylar hozir shunday ishlarni taraf-taraflarga qo'yibdi. Muşunda bir iş bolsa çıksılam, aşı işlerini taraf-taraftan dünyanın hamma yerinde, o'sha Avropa bilan bütün dünyanın hamma yerida bağlaqlıq işleri var. Çatak çıksa qo'yuyor hemen aşındaq. Adam talıtıp oynaydı bu göylardan diken. Bunun xatim bermesek bo'lmaydi, bunun bilan hesaplaşmasak mı bo'lmaydi? Ko'pchilik bu her qaysimizning davası bu. Bundaq setib yesa, bundaq yeydigan bo'lsa, yeter endi ko'pchilik. Elimi tüge ahirgi basqishga kelib qoldik-ku, tugdik. Mana 20 yil mush bir izidalik petib qolgan bir latqa qilib kirib qolgan bir harulava chiqmaydigan. Naq shu. Endi bir odam chiqib bir ish qilsa, oyoqdan chiqib, mama oyoqdan chiqib, shundoq yo'qilan fatvolarni berib, mag'ullarni ko'rdinglarmi? Allah bizni to'g'ri hidoyat qilsin. Ko'pchilik buning qilsa xalq o'zini ko'rsatib qo'yish kerak. Xalq bor bu yerda, ma xalqda bosh bor. Ma deydigan gap. Bu gap qilmay yo jimjit yotaversak, buni qilaverdi qilqini. Bundaq usxoni yo'q lo'qmini kimning tashlab etkisi keldi? Buni yillardan beri yavatdi uni xalqning qon jiring badiliga kelgan. Şu neçe milyon şu cesetleri pul setilip ketken, işke azalar setilip ketken şu Uygur'un bedeliye kelgen şu dersini yavatıdı. Uykuga aldap mı yavatıdı, bu uykuga aldap mı yavatıdı, yalgandın. Yeter hemini körep bulduk ko, halk hemini bildi. Moşunçular, resvaçılıklar, destixanın üstünde turuptu yiyilip. Yana endi moşunun kaynadan mağırgan bolsak, yana moşunu kollaydigan bolsak, biz adam bo'lmaymiz u chaqda. Hozir mushu ovozga qarshi chiqib so'z qilayotgan qarindoshlarimiz men ovoz hozir 2-oyda bo'lyotdi-ku. 2-oyda Sharq Turkistonga qarshi chiqqanlar 5-oyda Dunyo Uyg'ur qurultayi Sharq Turkiston ishg'ol qilingan zamin deb o'tirib chiqsa, shu vaqtda qarshi chiqa olamsizlar. Shunda bir niyatinglar bormi? Yoki u vaqtda xotin kishidek beshangacha tiqib o'tiramsizlar. 2-oyda Sharq Turkiston desa bo'lmaydi, 5-oyda desa bo'ladi deydigan mujna bir gap bormi? Bu xalqni bunda qalaymiqan bir kallasi yo'q dövangdek ko'manglar. Men so'zlayotgan insonlar to'xtabdi, men gapni qissam, men birəmin adam anglaydi men gapni. Xalq meni mazoq qilmasin. Tashkilotlarni qo'llig'ichilarmi moshunda qalaq medeniyetsiz gap tushunmaydigan 2-oyda Sharq Turkiston desa bo'lmaydi, 5-oyda desa bo'ldi deydigan moshunda bangvash odamlar va gap qilishdan burun o'ylab baqish kerak-da inson. O'ttirliqda hech qanday bir ish yo'q. Tashkilotlar o'zaro bu gaplarni hal qilib, deyishib bir ishlarni qilish mumkin. O'ttirliqdan o't chiqarib o'tishning, buncha yo'la bir-birimizga hujum qilishning hech bir keragi yo'q. Hech bir keragi yo'q. Hozir saqlab tursaqli ko'rimizda hozir 2-oyda Sharq Turkiston deganlar 6-oyda damdika demamdika. Ya Salih Xudoyor yoki o'z shaxsiyatchilik qilib Salih davlatining besivilishining manchiligi deb chiqqan bo'lsa, texmi yaxshi bo'ldi ekan to'q. Ha? Salih Xudoyorning mustaqilligi uchun manda qilamiz deb Saudiya Arabiston Saudiya davlati degandek qilib yoki Dolqin Ayso davlati ishg'ol qilmaganligini manchilligini qilamiz deb. Ya bunda bidanglar, xalqni jodaga sanmay desanglar, o'zingning ismingni qo'yib bir qilmamsizlar shu ishni? Her biringlar. Salih Xudoyor Salihning mustaqillik uchun imzo to'playman deb chiqsin. Dunyo Uyg'ur qurultayimi desinki, Dolqin Aysoning mustaqilligi besilgan tuproq deb imzo to'plab chiqsin. U vaqtda bu jidal tugaydi deb o'tirdi. Bu davlatning ismini talishib, yeb, g'ajab urishqaning nim foydasi, nim haqqimiz bor mana shuni qilishga? Uningdan mush ikki liderning ismini chaqiriblar, mush ikkisininki
Ciderge sepli jümemdik. Bu tarixten kapkagan devlet üstümüzün kendini gacap jürgendin. Muşu liderlerinin özünün kendini gacı saklı bulmamdı.